Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Bugun O'tkir Hoshimovning Jinni bo'lish oson ekan nomli hikoyasini sizlar bilan birgalikda tinglaymiz. Jinni bo'lish oson ekan. Birodarlar, odamchi xohlasa bir kunda telba bo'lishi mumkin ekan. Qandoq jinni bo'lganini o'zi bilmas ekan. Kasalxonaga qachon keldim, kim olib keldi, esimda yo'q. Ammo birinchi qor yog'ib turgan o'sha qurib ketgur oqshom aniq yodimda. Shunday qilib desangiz, ishdan chiqdik-ku, panjara devor oldida gijinglab turgan yap-yangi jiyrontoyning eshigini ochdik. Oynani qor bosib qolgan ekan. Avval artdik, keyin oyna tozalagichni o'rnatdik. Shig'illatib haydab ketdik. Trolleybus bekatida turgan odamlardan kamida 10 tasi qo'l ko'tardi. To'xtatmadik. Esimni yebmanmi to'xtab? Sen-ku savob bo'lar deb to'xtaysan. Dan xodimi ko'rib qolsa, kirakashlik qilyapsan deb taloningni teshib beradi. Bekatdan 50 qadamcha o'tganimda bir jonon shunday imo bilan qo'l ko'tardiki, tormozni qanday bosganimni o'zim ham bilmay qoldim. Mashina yangi qor tushgan asfaltda sirg'anib borib, shundoqqina jononning oyog'i oldida to'xtadi. Eshikni ochishim bilan jonon lip etib yonimga o'tirdi. Dimog'imga shirin atri sikirdi. O'zi ham oppoqqina, do'mboqqina. Plashning yelkasiga qor qo'nib, jiqqa xul bo'lib ketibdi. Qayoqqa borishni so'ramasimdan o'zi gapirib qoldi. Pechkangizni yoqing. Sovuq qotdim. Pechkani varanglatib qo'yib yubording. Pochchamlar ertalab palto kiygizib yubormabdilar-da, dedim jilmayib jonon tomonga oshiqqina ekan. Pochchangiz avval o'zlarini eplasinlar, dedi tamanno bilan. Mashinangiz yangi ekan, hidi kelib turibdi. Markasi qanaqa? Mashina markasini aytdik. Keyin odob bilan so'radik. Siz-ku mashinamning otini bildingiz. Endi mashinam ham sizning otingizni bilsin-da. Jonon shirin jilmaydi. Lyolia. Lolaxon ekansiz-da. O'zingiz ham xuddi Lolaga o'xshab, Lolaxon emas, Lyolia, dedi u gapimni kesib. Lalaxon deng. Qanaqa Lala? U arazlab labini cho'chchaytirdi. Lyolia. Hay Lyolia bo'lsa Lyola-da. Yo'limiz bir ekan. Gaplashib ketdik. Lyolaxon atelyeda dizayner bo'lib ishlarkanlar. Pochchamiz predprimiyatil ekan. Shundaymi? Uyga haftasida bir kelar ekan. Shu gapni eshitganimdan keyin shayton yo'ldan ozdirdimi, boshqami bilmayman. Xullas mashinani qanday qilib garaj tomonga burganimni o'zim ham bilmay qoldim. O'lay agar ko'nglimda yomon niyatim yo'q edi. Shunchaki Lyolaxon bilan birpas hangomalashib o'tirgim keldi. Domimizdan 100 qadamcha naradagi temir garaj oldida to'xtaganimni ko'rib, Lyolaxon ipdek qoshini chimirdi. Hormang? Bilasizmi, dedim chaynalib. Mashina olganimga endi 3 kun bo'ldi. Hali yuvganimcha yo'q. Shu siz bilan. Iltimos, meni to'g'ri tushuning. Lyolaxonga gapiryapman, ikki ko'zim domimizning 5-qavatida. Mashinada begona juvon bilan kelganimni Xotinboy derazadan ko'rib qolsa bormi? Hayriyat, Lyolaxon zamonaviy ayol emasmi? Meni to'g'ri tushundi. Mashina garajiga kirishi bilan bu eshikdan men tushdim. U eshikdan u. Siz o'tiravering, dedim mashinaga yomon qilib. Issiqqina, men g'izillab borib bitta shampan olib kelaman. Lyolaxon avvalgi nimqorong'i garajning burchak-burchagiga xavotirlanibroq qarab qo'ydi-yu, keyin xotirjam bo'ldi. Negadir temir-tersak asboblar solingan taxta yashikdan bolg'acha oldi. Mayli, dedi bolg'achani salanglatib. Bukvalni 5 minut. Bo'lmasa, u qo'lidagi bolg'acha bilan shiringina tahdid qilib qo'ydi. 3 minutda kelaman. Hovliqib garajdan chiqdim va o'ylab qoldim. Xotinboy 5-qavat derazasidan qarab turgan bo'lsa, garajni ochiq tashlab, allaqayoqqa gumdon bo'lganimni ko'rsa, pastga tushsa, yana qaytib keldim. Lyolaxon, dedim garaj eshigidan mo'ralab. Kechirasiz, 3 minutga ustingizdan qulflab ketaman.
tag'in birov olib qochib ketmasin sizni. U og'zini ochishga ulgurmay garaj ilgagiga otning kallasidek qulfni solib, sharaq-shuruq qulfladim-da, chorrahadagi magazinga qarab chopdim. Kechadan beri ezilib yog'gan yomg'irdan keyin qor tushgani uchunmi, yer o'lgudek sirpanchiq. Qarsillab chopib boryapman, ichimda o'zimga qoyil qolaman. Gapni ham ja olaman-da. Sizni o'g'irlab ketishmasin, dedimmi? Liyolixon bilmaydiki, xotin boydan qo'rqqanim uchun ustidan qulflab kelyapman. Mayli. Mana hozir bitta shampan, bitta plitka shokolad olamiz. 3 minutda qaytib boramiz. Qo'ltiqda shampan, cho'ntakda shokolad. Magazinning oynavand eshigidan otilib chiqqanimni bilaman. Bir mahal ko'zimni ochsam, oppoq shiftli uyda yotibman. O'rnimdan turmoqchi edim, chap qo'lim chunonan zirqirab og'ridiki, jonim chiqib ketay dedi. O'ng tomonimdan g'o'ldiragan ovoz keldi. Baxting bor ekan, yigit, qo'ling sinibdi. Menga o'xshab oyog'ing sinsa nima bo'lardi? Bunday qarasam 6 kishilik palatada yotibman. Hammasi menga o'xshab sirpanchiqda yiqilgan mayib majruhlar. Gastronomga borganim, shampan olganim esimga tushdi. O'sha zahoti garajiga qamalib qolgan Liyolixon lop etib ko'z o'ngimga keldi-yu, qo'limning og'rig'ini ham unutib sakrab turib ketdim. Kalit qani? Nega baqirasan? Dedi haligi kishi yana g'o'ldiradi. Kalitni boshingga urasanmi? Bir o'limdan qolganiga shukr qilmaysanmi, xumpar? Cho'ntagimda kovlasam hech vaqo yo'q. Shundagina shifoxona xalatini kiygizib qo'yishganini payqadim. Kalit qani? Soat necha bo'ldi? Dedim yig'ladamoqdan beri. Palatadagi hamdardlar tong otib qolgani, soat 7 bo'lgani, kiyim-kechagi kalit-malitlar priyomniy pakoyda bo'lishini tushuntirishdi. Gipslangan qo'limni changallab priyomniy pakoyga yugurdim. Iskalatchi xotin soat 9 da kelar ekan. Dod deb yuboray dedim. Nima qilay? Uyga telefon qilsam, xotin bo'ydan baloga qolaman. Mayli, yiqildim, qo'lim sinib bannisaga tushdim deyishimga derman. Lekin tezroq borib garajni och, bir bechora qamalib yotibdi. Kechasi bilan sovuqda tirishib qolgandir deya olmayman-ku. Aqlimga balli. O'ylab yo'lini topdim. Hamshira qizga doktorning eshigini ochtirib, 4-podyezdda turadigan Marat degan o'rtog'imga qo'ng'iroq qildim. Jon do'stim, tezroq kel dedim yallim. Biroq bannisaga tushganimni xotinimga ayta ko'rma. Haqiqiy do'st shunaqa paytda bilinar ekan. Marat yarim soatda yetib keldi. Egnida palto, boshida telpak. Sovuqmi desam qo'llarini ishqalab deydiradi. Eshak o'ldiradigan sovuq bo'layapti. Do'stimga ahvolni tushuntirdim. Iskalatchi xotin kelishi bilan kalitni oldik. Liyolixondan uzr so'ra dedim eshikka yo'nalgan Maratga. Shundoq bo'lib qoldi. Kechirarkansiz degan. Xotirjam bo'l. Hammasini yes qilamiz. Shoshma. Avval Liyolixonni kuzatib qo'yganda, keyin xotinboyga bu yoqda yotganimni ayt. Telefon qilsa, band ekan degan. Do'stim hovliga otildi. Ko'nglim ancha joyiga tushib, palataga kirib yotdim. Abxot bo'ldi. Navbatchi doktor suyagim 2 joydan singani kamida 1 hafta yotishim kerakligini aytdi. Jahli tez bo'lsa ham o'zimizning xotinboy yaxshi-da. Ko'rasiz, hali zamon tovuq sho'rva ko'tarib kelib qoladi. Cho'loq bo'lgan qo'limni silaydi. O'zingizni ehtiyot qilsangiz bo'lmaydimi deydi. Ko'z yoshi ham qilib oladi. Mehribonda. Shirin xayol surib yotgan ekanman. Palata eshigiga g'iyqillab ochildi. Semiz sanitar xotin taraq-turuq qilib eski kushetka sudrab kirdi. Jinna bo'lganmi bular hammasi, dedi norozi to'ng'ilib. Biri yiqiladi, biri mushtlashadi. Bannisada bo'sh joy qolmadi piyonistalar. O'sha zahoti gavdali bir bemorni 2 qo'ltig'idan suyab olib kirishdi. Kasal bechoraning boshi doka bilan qalin o'ralgan, rangida rang qolmagan, mo'ylovi shalpayib turardi. Kushetkaga joy solishlari bilan bemor shilq etib o'zini tashladi. Tepasiga borsam, mo'ylovi tanishdek ko'rindi. Sinchiklabroq qarasam, o'zimning qadrdon do'stim. Marat? Nima bo'ldi? Jon holatda qichqirib yubordim shekilli. Marat amallab ko'zini ochdi. Dardi bo'ldi, dedi inqillab. Balo bo'ldi. Garajingning eshigini ochganimni bilaman. Ichkaridan bir alvasda yugurib chiqib bolg'a bilan qoq peshonamga chunonam tushirdi.
U gapirishga madori qolmadi shekilli, yuzini devor tomonga o'girib oldi. Egnimda bannisa xalati, oyog'imda shippak, ko'chaga otildim. Taksichi diydirab turganimni ko'rib rahmi keldi shekilli gap so'z to'xtadi-yu, mashinasini aytgan tomonimga g'irillatdi. Yo'q, uyga emas, o'zimning temir garajimga. Shunisi esimdagi garaj lang ochiq turardi. Eng avval orqa kapot ustida yotgan bolg'iga ko'zim tushdi. Keyin nima desam ekan? Do'lda qolgan tappini ko'rganmisiz? Mening mashinam, 3 kungina mingan mashinam xuddi o'shanaqa ahvolga tushgan edi. Oynalari chil-chil singan, tomi-yu kapotlari, orqa oldi-yu yonboshlari bolg'a bilan pachaqlangan, shu qadar hafsala bilan, shu qadar erinmay tartib bilan pachaqlangan ediki, aqalli nomiga bir qarach sog' joyi qolmagan. Garajiga qamalib qolgan Liyolaxon kechasi sovqotib tarashaga aylanmaslik uchun xo'p g'ayrat qilgani ko'rinib turardi. Odam qandoq jinni bo'lganini bilmas ekan. Kasalxonaga qachon keldim? Qandoq keldim? Kim olib keldi esimda yo'q. Keyin sal o'zimga kelganimda aytib berishdi. Avval gipslangan qo'limni tishlab irillabman. Keyin bolg'a bilan mashinamni qaytadan savolabman. Undan keyin shippak bilan qor tepinib xumordan chiqquncha o'ynabman. Bu yoqqa Xotinboy bilan o'sha insofli taksichi olib kelibdi. Mana yotibmiz endi. Xotinboy har kuni tovuq sho'rva olib keladi. Qo'yavering, jinni bo'lgan bitta sizma deb yupatadi. Aytmoqchi, kecha xushxabar topib keldi. 3-sinfda o'qiydigan o'g'ilchamiz temir tersak topshirishda shahar birinchiligini olibdi. Mana azizlar, hikoyamiz nihoyasiga yetdi. Hikoyamizga albatta like bosishni unutmang. Bu kanalimiz uchun, qadrli insonlar uchun juda ham muhim. Hurmat bilan, admin.